بسم الله والحمد لله. اللام tamg'asi. Lam tamg'asi so'zning boshida. Mana shunday yoziladi. Lam keyingi so'zga baylanadi. Shuning uchun shunday holda yoziladi so'zning boshida. So'zning o'rtasida kelganda ikki joyga qarab baylanadi. Shuning uchun buni formada yoziladi. Lam tamg'asi. Bu so'zning oyog'ida. Lam, uch o'zteng lam. La harakatga kelganda buni fathamen la, li, lu bo'lib o'qiladi. La, li, lu. Emi al, bal, b, al. Birinchi tamg'a anan harakat o'qilib ketadi. Bal sukun bo'lgan uchun harakatga kelmay o'sha o'yincha qiladi. Bal, lam, lum, dhamma, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama, akmala, akal, akalat, akalna, akalta, akalti, akaltu, akaltum, بعد من الاسم بلبل، يا لم، تزلزل، يتزلزل، متزلزل. لام tamg'asi.